Bugungi kunda hali hech kim yangi Damas 3 avtomobili uchun obzor qilmagan ekan va bugun Olam Avto jamoasi sizga to'liq taqdimotini ko'rsatib o'tadi. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi YouTube kanalimizga qo'yadigan videomiz Damas 3 avtomobili to'g'risida bo'ladi. Полный obzor, test drive va undan tashqari odamlarning reaksiyasini ko'rib o'tamiz. Xo'p, obzorimizni kaltidan boshlaymiz. Mashina kaltidan xuddi Cobalt'ga o'xshab ko'rinishda bo'ladi. O'zini kaliti va ochish-yopish knopkasi bo'ladi. Xo'p, именно bu avtomobil pozitsiyasiga keladigan bo'lsak, bu pozitsiyamiz 1.5 motorli level 0 pozitsiyasi bo'ladi. Avtomobilimiz 1.5 motor bilan jihozlangan, 4 ta silindr bo'ladi. Xalqimiz sevib haydab yurgan motorlardan bittasi. Shu 1.5 объемli motor va o'sha level 0 komplektatsiyasi hisoblanadi bu. Hozirgi paytda ushbu avtomobilimiz ikkita rangda belgilangan, oq va undan tashqari stальной rang, bu degani och kul rangi deyiladi. Xo'p, avtomobilimiz ko'rinishiga keladigan bo'lsak, oddiy Damas'ga qaraganda ancha kattaroq. Ichki razmerlari ham xuddi shunaqa. Ichiga keladigan bo'lsak, bu pozitsiyamiz splashnoy divan bilan jihozlangan. Bundan keyingi pozitsiyada уже level 1 komplektatsiyasida kapitanskiy sidenye bilan jihozlangan bo'ladi. Avtomobilimizning interyeriga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Interyerimiz juda qiziq ishlangan. 6 ta pog'onali korobka bilan jihozlangan. Именно 1.5 motorlarda 6 ta pog'onali bo'ladi. 1-2 motorlarda 5 ta pog'onali korobka bilan jihozlangan bo'ladi. Va undan tashqari aytib o'tadigan narsamiz, обязательно bu avtomobilimizda konditsioner bor va bundan tashqari hamma komplektatsiyasida konditsioner bilan jihozlangan. Standartli magnitolamiz bor. Undan tashqari tablolarimiz xuddi Gentra avtomobilini eslatib yuboradi. Va undan tashqari benzin indikatori va suv indikatorlari ham albatta bor. Ushbu level 0 1.5 motorli komplektatsiyamiz именно полноценный sidenye bilan jihozlangan. Bundan yuqori pozitsiyasi уже kapitanskiy sidenye hisoblanadi. Bu sidenyamiz именно shu yo'l bilan 3 ta o'rindiqli qilsak bo'ladi va undan tashqari orqa radiga keladigan bo'lsak, orqa radida ham passajirlar juda qulay ketishligi mumkin, chunki joy unaqa tor emas. Avtomobilimizning yuk xonasiga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, ob'yomi juda ham katta. Bemalol ikkita katta chemodan sig'adi. 1.5 motori, o'zini jihozlangan motori avtomobil vaznini bemalol tortishga kuchi yetyapti. Kamchiligi yo'q hech qanaqa. Xo'p, xadovoy chassiga keladigan bo'lsak, xadovoy chassi juda ham yumshoq ishlangan. Ko'rganingizdek, hozir notekis yo'ldan yuribmiz. O'zini juda ham yaxshi usul tutyapti. Damas 3 avtomobili bu darajada omadli chiqadi deb o'ylamadim. Juda yumshoq ishlangan, xadovoylari, manyovrlarga o'zini tutishlari juda ham yaxshi. Bundan tashqari juda ham shustri, o'zini vazni og'ir bo'lgani bilan 1.5 motor kuchi bemalol o'zini tortib berishga yetyapti. Konditsionerga keladigan bo'lsak, full komplektatsiyamizni bilsak agar, orqasida ham konditsioner bor, lekin buni oldini o'zida bo'lgani bilan konditsionerning kuchi butun salon haroratini o'lchab berishga bemalol yetyapti. Va undan tashqari yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Damas avtomobilimizda gidrosensor emas, elektrosensor rollar turadi. Shu sababdan avtomobilni boshqarish juda ham yengil. Hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Passajir sifatida bu mashina sizga yoqyaptimi? Yaxshi. Mashina bo'ladi, yomon bo'ladi. Albatta, albatta. Eski Damas bilan сравнивать qilganda qanaqa o'zi? Damas emas, bu boshqa. Bu boshqa dunyo, umuman boshqa dunyo. O'zi konditsioneri bor. Bo'lsin bolam, yaxshi kunga ishlatinglar. Xalqimizga, to'g'ri. Xalqimizga ancha yengillik bo'ldi demoqchiman. Xo'p, bu mashina o'z sborkasi O'zbekistonda bo'lyapti. Xitoy bilan birga chiqarilayotgan mashina hisoblanadi. Yana yumshoqroq. Cobalt xadovoy bizning xalqimiz yumshoq deydi-yu, xuddi qo'shniq yumshoqlikda o'tyapti. Ilash pozitsiyasi keladi. Yaxshi yetadi. Hurmatli obunachilar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like, izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi avtomobil qanaqa bo'lishini xohlaysiz obzorimizda.